Endi maktabgacha va maktab ta'limi mavzusida davom etamiz. Yurtimizda ta'lim tizimining isloh etilishi natijasida avvalo o'qituvchi murabbiylarning jamiyatdagi mavqei oshdi. Ta'lim muassasalari moddiy-texnik bazasi mustahkamlanib, ta'lim sifati oshmoqda. Mavzuni Qo'shko'pir tumani misolida davom qildiradigan bo'lsak, bugungi kunda hududda 139 ta maktabgacha ta'lim tashkiloti va 57 ta umum ta'lim maktabi faoliyat olib bormoqda. Oxirgi 3 yilda tumanda maktabgacha ta'limga qamrov darajasi 78% dan 85% ga yetkazildi. Maktab ta'limidagi yutuqlar ham salmoqli. 3,5 milliard so'mlik mahalliy byudjet mablag'lari hisobiga qurilgan bitta Jasorat maktabi, 2 ta kasbiy ta'limga yo'naltirilgan ta'lim muassasasi, bitta inklyuziv ta'lim talablari asosidagi maktab va yana bitta ilk rivojlanish o'quv maskani faoliyati yo'lga qo'yilishi. Bu Qo'shko'pir tumanidagi ta'lim tizimi rivojlanishining amaliy ko'rinishi. Oxirgi 3 yilda hududda mazkur sohani rivojlantirish uchun zarur chora-tadbirlar amalga oshirilyapti. Shu yilning o'zida bitta maktabning rekonstruksiyadan chiqarilishi natijasida 600 dan ortiq o'quvchi o'rni yangidan tashkil etildi. Bunday imkoniyatlarni tumandagi 4-son umumiy o'rta ta'lim maktabi misolida ham ko'rish mumkin. Bu muassasa uchun qo'shimcha yangi bino qurib berilishi boshlang'ich sinf o'quvchilari uchun katta qulaylik bo'ldi. Tumanimizda ham eng qamrovi katta maktab bo'lishimizga qaramasdan 2 smenada o'qiyotganimiz biz uchun qiyinchilik tug'dirayotgan edi. Yaqinda yangi o'quv yilida 540 o'rinli yangi bino bitkazib topshirildi. Bu bizga keng imkoniyatlarni yaratdi. 1-4 bosqich o'quvchilarimizni 1-smenada ta'lim olish imkoniyati bo'ldi. Bu esa ta'lim sifatiga ham albatta ijobiy ta'sir qildi. 2-smenada 1-4 sinflarimiz to'garak mashg'ulotlariga, qo'shimcha darslarga qatnashish imkoniyati bo'ldi. Bu o'quvchi va pedagog o'rtasidagi, ota-ona o'rtasidagi hamkorlikni yanada mustahkamladi. Maktabimizda shunday bir nazorat tashkil qilingan, bu albatta samara uchun, natija uchun tashkil qilingan, ya'ni hafta so'ngida kuzatilgan darslar analizlari muhokamaga qo'yiladi va tavsiyalar, ko'rsatmalar, qo'shimcha maslahatlar yosh pedagoglarga, malakali pedagoglarimizning maslahatlari berib boriladi. Bu o'quvchilarimizga sifatli ta'lim berish uchun asosiy bir yutuqlarimizdan biri desam bo'ladi. Boshlang'ich sinf o'quvchilariga bilim berish o'qituvchidan 2 karra mas'uliyat talab qiladi. Maktab ostonasiga endigina qadam qo'ygan o'g'il-qizlar qo'liga qalam tutqazib, harf tanitishning mashaqqatli tomonlari bor. Men keyingi darsimga didaktik o'yinli ta'lim texnologiyalaridan foydalangan holda hozirlik ko'rib ketyapman. Chunki bilasiz, boshlang'ich sinf o'quvchilari juda o'yinqaroq bo'ladi. Biz darsimizni ha-yo'q metodlari, klaster, aqliy hujum kabi o'yin metodlaridan foydalangan holda o'tsak, albatta yuqori samaradorlikka erishamiz. Fidoyi muallima Muqaddas Matkarimova bu borada 30 yillik tajribaga ega. Boshlang'ich sinf o'quvchilari uchun mo'ljallangan dars mashg'ulotlarida qo'llaniladigan zamonaviy texnologiyalar va metodlar o'g'il-qizlarning yosh toifasi va imkoniyatlariga qarab farqlanadi. Har bir bilimning qiziqarli shaklda va noan'anaviy uslubda yetkazilishi orqali ta'limda samaradorlikka erishish mumkin. Men hayotimni bolalarsiz, o'qituvchilik kasbisiz tasavvur qila olmayman. Agar yana bir marta hayotga kelganda qaysi kasbni egallaysiz deganda, men albatta o'qituvchilik kasbini egallagan bo'lardim. Mana yaqinda prezidentimiz bir nechta o'rnak ko'rsatgan ustozlarimiz bilan uchrashuv o'tkazdilar bayram munosabati bilan. Bunda ustozlarimizning maqomini yanada oshirish, o'qituvchilarga shart-sharoitlarni yaratib berish maqsadida bir qancha yangi tashabbuslarni, g'oyalarni ilgari surdilar. Yangi o'quv yilidan boshlab milliy sertifikatimizni joriy qilinishi biz boshlang'ich sinf o'qituvchilarini yanada quvontirdi va yana bir karra mas'uliyatni chuqurroq his qilishga undadi. Biz bundan juda ham xursandmiz. Mana biz boshlang'ich sinf ustozlari milliy sertifikatga ega bo'lsak, yana oylik maoshimizga 15% ustama qo'shiladigan bo'ldi. Buning uchun biz prezidentimizga chuqur minnatdorchilik bildiramiz va yanada kuch-quvvat bilan, shijoat bilan, g'ayrat bilan ishlashga harakat qilamiz. Tumanda joriy yilda 90 o'rinli bitta davlat va 3 ta oilaviy maktabgacha ta'lim tashkiloti yangidan qurilgan bo'lsa, 120 o'rinli yana bir muassasa rekonstruksiya qilindi. Hududdagi 4-son davlat maktabgacha ta'lim tashkilotida ham islohotlar natijasini ko'rish mumkin. Sharoit tarbiyalanuvchilar uchun qulay shaklda tashkil qilingan. Oxirgi 7 yilda 6 ta guruh bilan ish boshlagan bo'lsak, hozirgi kunda 11 ta guruh bilan ish faoliyatimizni davom qildiryapmiz.
O'zimizga qamrab olish natijamiz hozirgi kunda 100% ga yetgan. Tashkilotimizda katta imkoniyatlar natijasida 2 marta ochiq byudjet tanlovida g'olib bo'lganmiz va 1 marta remont qilganmiz, 1 marta moddiy texnik bazamizni rivojlantirib olganmiz. Maktabgacha ta'lim tashkilotimizdagi pedagog kadrlar salohiyatini ham gapiradigan bo'lsam, hozirgi kunda tashkilotimizda 1 nafar oliy toifali, 3 nafar birinchi toifali va 2 nafar ikkinchi toifali mutaxassislar o'z faoliyatini davom qildirib kelyapti. Davlatimiz rahbarining mamlakatimiz o'qituvchi va murabbiylar bilan muloqotida maktabgacha ta'lim tizimiga oid qator tashabbuslar ilgari surildi. Shulardan biri tarbiyachilarning ishdan ajralmagan holda oliy ma'lumot olishidir. Bu imkoniyat qo'shko'pirlik pedagoglarni ham quvontirdi. Ta'lim tizimida 15 yildan buyon ishlab kelmoqdaman. Amaliy tajribaga egaman. Lekin bizga nazariy bilim yetishmayotgandi. Hurmatli prezidentimizni 5+1 loyihasi biz uchun juda ham katta imkoniyat bo'ldi. Ishdan ajralmagan holda o'qish imkoniyatini berdilar. Biz bundan juda ham xursandmiz. Oilaviy sharoitim, farzandlar tufayli menda oliy o'quv yurtida o'qish imkoniyati bo'lmagan. Hozirda biz uchun juda ham katta imkoniyatlar yaratilmoqda. Biz o'zlarimizda innovatsion loyihalar, innovatsion texnologiyalar orqali biz yangiliklar yaratishimiz mumkin. Yosh avlodga bilim berishda bor kuch-g'ayratimizni safarbar etishimiz mumkin. Tumanda kelgusida 300 o'rinli 2 ta maktabgacha ta'lim tashkiloti va bitta 320 o'ringa mo'ljallangan xususiy maktab tadbirkorlar mablag'lari hisobidan yangidan quriladi. Sohani yuksaltirishga qaratilgan bunday e'tibor hududni ta'lim tizimi ilg'or manzillardan biriga aylantiradi.